Yaxshimisiz? Yaxshi ishlar qilibsiz. Hozir bir oldim. Bitta syomka qilyapsizmi? Onda bir rasmga voy. Mayli. Az ham qishloqlar mana bular namozdan chiqib mashinamizni mana shu Selsiyet Patar xalqi ehson qilingan qishlog'imiz mashinasini bir shu domla bobolar, hoji bobolar, katta kichiklar bir ko'ramiz deyishuvdi. Mana hozir masjiddan chiqishga ularga bir ko'rishga olib keldik. Mana domla bobo bir duo qilib yuborasiz. Xalqimizga yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Shu bizga yordam bergan Shaxtafto Koreya firmasida o'zimizni Sfaralik yigitlar shuncha bizga yordam qildi. Ular nimasiga ham bir duo qilib yuborasiz. Domla bobo duo qiling. Ehson qilganlarga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Raqabatana muttaqin. والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى أولا Amin. Xalqimizni, yurtimizni qiyinchiligini oson qilaman deb shular maqsad tutdi. Alloh taolo maqsadiga yetkazdirgan. Xalqimizni, yurtimizni qiyinchiligini oson qilsin. Savobli ishlarga xizmat qilsin. Alloh subhanahu va taolo barchasini nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlarini o'zing bergin. Alloh subhanahu va taolo avvalo dardmanlarga dardiga o'zing shifo bergin. Qarzdorlarga qarziga najot bergin. Parvardigoro qarzorlikdan, faqirlikdan o'zing saqlagin. Alloh subhanahu va taolo farzand talablariga soliha farzandlardan ato etgin. Beradigan farzandingni umrini uzoq, tanini sahat qilgin. Din islomga xizmat qiladigan, xalqiga, yurtiga xizmat qiladigan, ota-onasiga itoat qiladigan, o'zingagina ibodat qiladigan bandalardan bo'lishligini nasib ro'zaylagin. Alloh subhanahu va taolo kasb-korlariga, umrlariga, rizqlariga, xonadonlariga o'zing barakalarni ato etsin. Amin. Har xil balo ofatlardan o'zing saqlagin. Amin. Safarga ketganlarda safarini bexatar qilgin. Amin. Sog' yetib salomat kelishligini nasib ro'zaylagin. Amin. Borgan joylarida ishlariga rivoj ato etgin. O'zing yaratgan insonlarning yomonligidan, zulmkor bandalarning zulmidan, tabiiy ofatlardan o'zing saqlagin. Parvardigoro barchasini nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlarini o'zing bergin. Amin. Mana shunday savobli ishlarini davomli bo'lishligini Alloh taolo o'zing nasib ro'zaylagin. Amin. Parvardigoro hammamizni bilimni bilmasdanmi qilgan gunoh xatolarimizni o'zing afv etgin. Amin. Gunoh xatolarimizga kafforat qilgin. Amin. Mana shunday savobli ishlarni o'zing ziyoda qilib bergin. Ham dunyoda, ham oxiratda o'zing ajrini bergin. Amin. Alloh subhanahu va taolo mana shunday savobli ishlarni o'tganlari bo'lsa, ota-onalarimi, shularni o'tganlari bo'lsa, ana shu o'tganlariga mana shu savoblar. Shu Shaxtaftoga ham katta rahmat. Mana shu Shaxtafto firmasiga ham mana duolarni olib beryapmiz. Parvardigoro mana shunday qilgan ihsonlari sababidan afning soyasiga o'zing joy bergin. Hozir kalsarini nasib qilgin. Va'da qilgan jannatida firdavsida nasib ro'zaylagin. Parvardigoro hammamizni o'zingagina ibodat qiladigan, o'zingagina itoat qiladigan va xalqimizga xizmat qiladigan, mana shu savobli ishlarni davomiylik qiladigan bandalardan bo'lishligini nasib ro'zaylagin. Amin. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allohu akbar. Shaxtaftoga ham duo qiling. Shaxtafto firmasi, Shaxtafto firma. Subhanahu va taolo o'shalarning ishlarini rivojini bergin. O'zing yaratgan insonlarga yomonligidan, zulm bandalardan, tabiiy ofatlardan o'zing saqlagin. Ularning ishlarini rivojini bergin. Mana shunday savobli ishlarga ularni ham sababchilardan qilgin rahmatika. Allohu akbar. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Ayyo, men o'zi biladiman. Salomat bo'linglar hammalaring. Salomat bo'linglar. Mana shuni Selsiyet Patar xalqimiz ehson qilib qishlog'imizga olib berdi. Xudo xohlasa dushanba kuni dokumentlarni qolganini to'g'rilasak,
yana xudo xolasa topshirishda bir chaqiramiz, kelasizlar. Mayli. Salomat bo'linglar malang. Salomat bo'linglar. Sağ olun, takdim etti oğlum.